yaxshi insonlar hamrohligida o'chini qolaversa, yaxshiliklar, ezguliklar ularning yo'llarini nurafshon aylashdan umidvormiz albatta. Judayam to'g'ri aytasiz, bilasizmi Farhod aka? Mana shu yerda agar ruxsat bersangiz, lirik chekinish qilmoqdamiz. Yashaylar, to'ylanvoray bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Onajonimiz, Mehri onajonimiz, Dilobod onajonimiz, kelin poshamiz iltimos qildi. Qaynona onajonlar yaqinroq kelib olamiz. Kelin poshamiz iltimos qildilar, barchaning ko'z o'nglarida qaynona onajonimga qasamyod qilmoqchiman dedilar. Hech qachon gap qaytarmayman. So'zlarini ikki qilmayman. Qovog'imni solmayman deb barchaning o'ngida tantanali ravishda qasamyod qilmoqchiligini qarsanglar. Qani kelin poshamiz ta'zim qilib qo'yamiz so'zimizni. Qaynona onajonimdan har doim barvaqt turaman. Darvozalardan, eshiklaridan kelgan mehmonlarga qosh qovog'imni solmayman. Hech qachon qaynonamning yuzlarini yerga qaratmayman.